Xo'p, assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlar bilan Monad degan blokcheyn loyihani ko'rib chiqamiz. Chunki oxirgi vaqtlarda meni o'zimdan ko'p so'rashyapti. Firmas, qaysi blokcheyn loyihaga, ya'ni qaysi kripto tokenni sotib olsam bo'ladi uzoq muddatga? Kimdir uzoq muddatga Sui'ni sotib olsam bo'ladimi? Kapitalimi tam 20% ulushini Sui'ga risk qilsam bo'ladimi yoki boshqa bitta blokcheyn loyihaning nomini aytyapti. Shuning uchun men o'zim misol Sui'da qaramayapman. Meni nazdimda, ya'ni men o'zimning subyektiv fikrim, Sui oxirgi oylarda hech qanday yangilik taqdim etmadi. Ekotizimida hech qanday muvaffaqiyat kuzatilmayapti va yaqin orada loyihani zakati keldi. Ya'ni loyiha endi uxlaydigan vaqti kelyapti. Meni nazdimda, shuning uchun men uzoq muddatga Sui'ni sotib olishga qaramayapman. Lekin yaxshi xushxabar, anaqa yangiligim bor. O'rniga Sui'da yangilangan boshqa layer 1 blokcheyni chiqyapti. Bu Monad. Texnik jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, xo'p. Soniyasiga 10 mingta tranzaksiya qo'llab-quvvatlaydi. Уже ya'ni Sui bilan raqobatlasha oladi degani va bitta tranzaksiyani o'tishi 1 soniya ham vaqt olmaydi. 100% EVMga moslashtirilganligi yana ham bu blokcheyn loyihaning unikalligini anglatadi. Demak, texnik jihatdan yana shuni o'zida hozir ko'rib chiqamiz. Jadval ravishda demak ma'lumotni yig'ib chiqgan edim ChatGPTga. Bu yoqda demak biroz noto'g'ri ma'lumot bor, chunki har bitta blokcheyn loyiha chiqqanda kriptovalyuta olamida raqobatchi, ya'ni konkurent loyihalarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Lekin bu yerda Ethereum, Solana va layer 1lar orasida Avalanche, BNB Chain deyilgan, biroz noto'g'ri. Chunki BNB Chain o'zining Binance degan kripto birjasi bor, Avalanche o'zining boshqa unikalligi bor. Ethereum umuman altcoinlarda eng birinchi naqasi uyi. Shuning uchun Monadda men o'zimning tajribamdan kelib chiqib turib Sui'ga, EPTga va boshqa layer 1larga haqiqatan raqobatchi deya olgan bo'lardim. Loyiha ortida turgan jamoani tajribasi katta emas, qandaydir bir mashhur bo'lgan kompaniyalarda ishlashmagan, 3-4 startaplarda tajribasi bor va Bank of Americada bittasining tajribasi bor, ikkinchisini Jump Trading degan market making fondida tajribasi bor. Ya'ni buni nima uchun aytyapman? Umid qilamizki, aynan Monad jamoasi token narxini xuddi Starknet jamoasi kabi 95% oqizib yuborishmaydi. Ya'ni bu xatoni takrorlashmaydi degan umiddaman. Xo'p, endi agar tokenda unlockga to'xtaladigan bo'lsak, aytgancha yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. EVMga moslashtirilganligi, ya'ni bu funksionalda oldin boshqa blokcheynlar ham ko'rishmoqchi bo'lgan. Buni qisman Polygon amalga oshiryapti. Oldinroq Movement degan token ticker Movi degan kripto loyiha ham amalga oshirmoqchi edi, lekin jamoasi juda ham tajribasiz bo'lganligi uchun va hozir Movida shu yerda o'zida ko'rib chiqamiz. Movida ortida ham yaxshigina unaqa venture fondlari turgan edi va Easy Labs, ya'ni Binance birjasini o'zi ham katta sarmoya kiritgan edi, lekin jamoasining tajribasizligi sababli, bular aynan sidechain bilan ishlay olmaganligi sababli narxini 99% oqizib yuborishdi. Monad esa demak 1,5 yil atrofida dasturlash ishini olib borishyapti, ya'ni blokcheyn ustida yaxshigina ishlashdi. Bu biroz noto'g'ri grafik. Xullas HTX birjasini qo'shib qo'yibdi nimagadir. Bu yerda Coinbase bo'lishi kerak yoki boshqa bitta Bybit kripto birjasiniki narxi 25 sent atrofida, ya'ni
Mana bu joyda HTXdagi grafik noto'g'ri ekan. Demak, kapitallashuv $271 million, FDVsi, ya'ni qulfda turgan tokenlarda qiymati $2,5 milliard. Bu katta emas. Chunki birinchi o'rinda, demak, bugun 1 milliard 240 millionda umumiy 1 milliard 500 million, ya'ni $1,5 milliard kapitallashuv bilan hozir listing qilinibdi. Yana bitta qiziq foydali ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Biz buni Coinbase yaqinda Esho degan presale platformani sotib olgandi $370 million va birinchi tokenni aynan Monatda sotdi 2,5 sentda. Ya'ni hozir listing narxi bilan deyarli bir xil. Venture fondlar, investorlar, o'sha mana bu sale'da qatnashganlar ham, public sale turibdi-ku. Mana shu ham 2,5 sentdan olgan. Hozir listing narxida turibdi. Shuning uchun ular misol hozir bozor narxidan sotib olishda ularda katta naqa yo'q. Ya'ni ular ham kutishga to'g'ri keladi. Hozir birjada bozor narxida sotib oldingiz-ku, demak, presale'da sotib oldingiz-ku, farqi yo'q. O'zi kripto bozorda ham hozir sharoit unchalik yaxshi emas. Shu bo'yicha, demak, bugun $1,5 milliard kapitallashuvdan keyingi unlock'i 364, ya'ni 1 yildan keyin 24-noyabrda $416 million qiymatida unlock bo'lar ekan. Ya'ni unlock chart formatida ko'radigan bo'lsak, bu degani 66% tokenlar bozorga chiqadi va 2027-yil oxirigacha tam 78% tokenlar bozorda turadi degani. Bu yomon emas, ya'ni ko'pchilik blokchaynlarda shunaqa. 1,5dan ko'prog'i bozorga chiqadi, qolgani qulfda turadi. Xo'p, endi loyihani baholashga o'tadigan bo'lsak, orqasida, ya'ni loyihaga kim sarmoya kiritdi? Mex birjasi bo'lgan ekan, u yerda ham 2,5 sent. Yana bitta jarayonida 2 sent. Deyarli, ya'ni katta farqi yo'q. Coinbase birjasida 2,5 sent bo'ldi, $187,5 million sarmoya to'pladi. Boshqa manbalarda $250 million atrofida kelgan edi. Undan tashqari, demak, Paradigm kabi katta venture fondlar ham $225 million sarmoya kiritishgan. Dragonfly 2023-yili $19 million sarmoya kiritishgan. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni katta sarmoya to'plagan. $431 million. Ya'ni umumiy sarmoya to'plagan summasi $431 million. Hozir aksar, ya'ni venture fondlari, investorlar sotib olgan narxida token chiqdi. Demak, unlockda investorlar 1 yildan keyin sota olishadi. Ya'ni katta bir ulushlarini 1 yildan keyin sota oladi mana. 364 kun. Hozir ekotizim sotishi mumkin ekan. Airdropdan ham 3% katta emas va public sale'da narx bir xil. Xo'p, ya'ni hozirgi kapitallashuv qimmatmi? Yo'q, qimmat emas. Qaysi blokchayn bilan solishtirsa bo'ladi? Sui. Keling ko'rib chiqamiz Sui'da. Mana bozor kapitallashuvi hozir $5 milliard, FDVsi $14 milliard. Shuning uchun aytyapman, men Sui'ga qaramagan bo'lardim, chunki FDVsi juda ham katta. Bozor kapitallashuvi $5 milliard уже kech degani. Ya'ni agar Sui'da 80 sentligida, $1 sarmoya kiritib, $3-4 foydani yechmagan bo'lsangiz, уже kech. Yoki bu yo'nalishda rivojlanayotgan, lekin yomon demayman va potensiali bor, lekin shunga qaramasdan, ya'ni Monatda unikalligi ko'proq bu blokchayn loyihadan ko'ra, shuni ham kapitallashuv $1 milliard 670 million. Ya'ni $1,5 milliard dan ko'ra ko'proq. FDVsi 2 milliard 70. Ya'ni ko'rayotganinglardek, demak, Monatda o'sishi uchun prostransiya katta. Lekin grafikdan ko'rib chiqadigan bo'lsak,
qaysi siklda, qaysi fraktalda takrorlashi mumkin degan savolni bersangiz, bu borada biz keyinroq to'xtalamiz. Chunki hamma blockchain loyihalar memcoinlarga o'xshab turib, bir haftadan keyin 1000% bermaydi. Ya'ni bu texnologik sektorda o'zi birinchi akkumulyatsiya ketadi, birinchi narx tushib oladi, keyin o'sadi. Misol, Monatni sotib olmoqchi bo'lsangiz, hozir $1,5 milliard qimmat emas, arzon ham emas, risk qilishingiz mumkin. Keyin $1 milliard va yana ham ekstremal bir tushishi mumkin bo'lgan joylar $800 million. Shu yerga tushganida yana ham qo'shib olishga rashyotda oling, hisoblab oling. Chunki mana bu APT ni fraktalini qarasak, hozir o'chirib yuboraman. APT listing qilinganidan keyin, demak mana bu joyda bu oktyabrda listing qilingan bo'lsa, %60 ga narxi oqib, biroz to'g'ri. Hozir mana bu joyni hisoblashligimiz kerak edi. 67,5% ga narxi oqib, 84 kun akkumulyatsiyada turib, APT narxi tushishiga sabab bo'lgan hodisa ham bor. Chunki FTX birjasi qulaganida ortida Alameda Research bor edi. Ya'ni bankrot bo'lgan investorlari bo'lgan vaqtda APT Solanalar tushib ketgan. Shuning uchun 67% ga oqadi desa, hozir Monat ham 60% ga oqadi deb hisoblamaslik kerak. Bu noto'g'ri. Chunki bu yerda bankrot bo'lgan investor bo'lgan. 84 kun, ya'ni 3 oy akkumulyatsiyada bo'lgan, narxi konsolidatsiyada bo'lgan, juda ham kam aktivli bo'lgan. Keyin 3 oydan keyin o'zini birinchi anaqasini ko'rsatdi. Yaramas. Biroz esilish qiyin bo'lyapti. Grafik ishlashi. Ya'ni xullas bu yerda katta anaqa o'sganini ko'ryapsiz. $3,5 dan $20 o'sgan. Shuning uchun Monatni sotib olayotgan bo'lsangiz, misol oyiga, oyligingizni qanchadir qismiga sotib olishingiz mumkin. Bu yerda katta bir emotsiyalar, katta bir daromadlar kutish bo'lmasligi kerak va yaqin orada emas. Ya'ni 2 kun, 3 kundan keyin, bir haftadan keyin bu narsa bo'lishi ham mumkin yoki 3 oy, 4 oylab kutirishi ham mumkin. Narxi 20-30% atrofida tushishi ham mumkin. Ya'ni $1 milliard $800 million. Lekin bu skam bo'ldi degani emas. Bu faqatgina imkoniyat sifatida qabul qilaman. Riski qanchalik? Riski high risk emas. Ya'ni medium risk, o'rtacha. Suidi o'rniga APT menda bor, portfelimda. Suidi o'rniga olgan bo'lardim. Suidi portfelimda umuman yo'q va qaramayapman ham. Yoki SEI yana boshqa layer birlar o'rniga shuni qaragan bo'lardim. Kim savoli bo'lsa, demak izoh bo'limiga yozing. Savollarga javob beramiz, keyin efirda tugataman. Xo'p, savollarda aksari asosan kripto tokenlari haqida ekan. Demak, Monatga tegishli savollar yo'qligi uchun keyingi efirga qoldiramiz. Chunki savollar asosan Monat haqida yoki blockchainlar haqida bo'lsa, qisqaroq bo'lardi.
Yana 2-3 daqiqa kutamiz, keyin agar savollar bo'lmasa, unda tugatamiz. Saidni ushlab turishga arziydimi? Said menga oldinroq qiziq edi, lekin hozir biroz akkumulyatsiyada bo'lishi mumkin degan fikrdaman. Uzoq bir narxda juda ham kam tebranish, range va keyingina yangilik chiqib o'sishi mumkin. Undan oldin ham on-chain aktivlikni kuzatish kerak. Bunga 1 oy, 2 oy vaqt ketadi. Shuning uchun hozir Said haqida gapirmagan bo'lardim. Lekin yaxshi blokchain loyiha, yomon demayman. Bir vaqtlar o'zim ham sarmoya kiritish uchun qaraganman. F haqida nima deysiz? Ethereum uzoq muddatga sotib olganimni aytdim. $2800-2600 atrofida. Boshqa bir anaqam yo'q. Shu atrofdan narx tepaga qarab yurishligi kerak. BTC Ozers bo'yicha analiz qilib ko'rmadingizmi? Bu haftadagi bozorga qarashingiz qanday? Hali ko'rmadim. Chunki bugun bozor yaxshigina pastga tushib oldi, korreksiya qildi va shu korreksiya qaysi diapazonda qotishiga qarab keyin xulosa qilaman deyapman. Aslida faqat kriptovalyuta bozori emas, aksiya bozorida ham biroz korreksiya bor. Lekin shu korreksiya to'xtasin, keyin analiz o'tkazaman. Ertaga yoki indinga qarab ko'ramiz. Va alaykum assalom. Uzoq muddatli coinlarda men e'tibor beradigan narsa on-chain aktivligi yuqorimi? Misol uchun Moviga nima uchun men sarmoya kiritmayman yoki aytaylik Suiga nimaga sarmoya kiritmayman? Tranzaksiyalar ko'p bo'lishligi mumkin. Misol oyiga milliondan ko'proq tranzaksiyalar o'tayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bir diapazonda qotib qoldimi? Lekin blokchainlar qimmat baholanib ketishi ham borda. On-chain aktivligi tranzaksiyalar 1 millionmi? Daromad $100,000 oyiga yoki $500,000 Demak bu $5 milliard bahoga layoqatli blokchain emas. Ancha arzonlashishini kutishlik kerak. Har bitta blokchain protokol daromad qilsa keyin qiziq. Aynan men shu joyga e'tibor beraman. Buni jamoada ham tushuntiraman ko'p. Misol Saidni fundamentali kuchli deymiz, APTnikini kuchli deymiz yoki boshqa blokchain loyihani kuchli deymiz, lekin ambitsiya bo'lishligi kerak. Blokchain borgan sari rivojlanib ketaverishligi kerak. Tiqilib qolmasligi kerak. Misol orada S tikeri bilan Sonic Labs bo'ldi. Uzoqqa bordimi? Yo'q. Daromad qilgani yo'q. Yoki Starknet daromad qildimi? Qilmadi. Demak, token narxi ham tushib ketdi. Daromad qilayotgan protokollarda misol PumpFund nojoiz bo'lgan demak memcoinlarda zapuskasi qilib shuni daromad ko'rdi, tokenni chiqardi, barchaga qiziq bo'ldi, haqiqatan o'sdi. Yoki Hype'ni oling. Hyperliquid bugun DEX birjalar orasida eng katta daromadda generировать qilyapti. To'g'ri, Aster ba'zida Aster birinchi o'ringa chiqqan, lekin Hyperliquidda ham daromad bo'lganligi uchun token jonli. Daromadsiz bo'lsa farqi yo'q. Kim aytsa ham YouTube'da 100 ta odam muhokama qiladimi? Farqi yo'q. Qaramayman u yerga. Asos sifatida ko'rmayman. Demak, bitta qiziqarli savol. Biz jamoada bu odam ham bor. Monad tezligidan tashqari nimada ustunligi bor layer 1 blokchainlar orasida? Takrorlab o'taman. Monadda blokchainda unikalligi EVMga moslashtirilganligi. Movi degan blokchain chiqqanida u sidechain texnologiyasi orqali EVMga moslashtirilgan va parallel ravishda Movi degan ekotizimni kengaytirmoqchi edi, lekin uddalay olmadi, jamoasi tajribasiz bo'lganligi uchun. Demak, Monad bu xatolar takrorlanmaydi degan umiddaman va Coinbase o'zi ham sarmoya kiritganligi, Coinbase Ventures sarmoya kiritgan token sale'da, demak boshqa investorlarga imkoniyat bergan va venture platformalar, venture fondlar sarmoya kiritgan, tezligi haqiqatan isbotlangan blokchain hisoblanadi.
EVM moslashtirganligi bu juda ham katta unikalligi. Ya'ni buni ko'p ham blokcheynlar eplasha olmadi. Polygon qisman eplay oldi, lekin Polygon bu nima deydi? Daromadi bilan, ya'ni token narxida anchagina katta bir uzilish bor. Ya'ni buni ham kapitallashuv suviga o'xshab og'irlashib ketgan va steyken lavushkasiga tiqilib qolgan. Steykendan katta daromadi bor, inflyatsion token bo'lib qolgan. Shu sabab demak Monad ko'proq jozibali bo'lib ko'rinyapti meni ko'zimga. Albatta, ya'ni bu qisqa muddatli emas. Hozir Monadni qanchadan keyin sotish kerak degan savollar kelyapti. Lekin bu qisqa muddatli emas. Bu 1 yil atrofini ko'zlang. APTni oling, Sui'ni oling. 3 oy, 4 oy, 5 oylab ranjda bo'lib, keyin o'sib bergan. Monad ham endi shu narsani takrorlaydi eng kamida. Xo'p, savollar tugadi. Keyin boshqa savollarga to'xtalib o'taman. Efirda 2 qismga bo'lamiz. Demak, BTC Ozars bo'yicha bugun analiz o'tkazmadim. Buni ertaga yo indinga qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha assalomu alaykum.